Har qaysi millat qachon ulug' maqsadlarga erishadi? Agarki uni oldida ulug'vor, butun millatni ko'taradigan, butun millatni aytaylik qanotiga ko'taradigan, butun millatni ruhini ko'taradigan, intiluvchi bir maqsad paydo bo'lmasa, bu maqsadlarga hamma millatni sog'lom kuchlari safarbar bo'lmasa, bu millat hech narsaga erisha olmaydi. Bizning eng katta kuchimiz birlikda. Yana bir bor aytaman, bizning katta kuchimiz birlikda. Mayli, to'qnashuvlar bo'lishi mumkin, qarama-qarshilik bo'lishi mumkin, lekin bizlar bitta siyosatga berilib ketishimiz kerak. Bitta siyosat. Menga aytaylik, sadoqat kerak emas. Yana bir bor aytaman. Prezidentga sadoqat kerak. Siyosatga sadoqat kerak. Shundan keyin tartib bo'ladi, shundan keyin intizom bo'ladi, shundan keyin yurish bo'ladi. Shundan keyin muddaomizga, murodimizga yetish bo'ladi. Mana shunday ezgu maqsadlarga aytaylik, bizlar aniq, ravshan o'zimizga tasavvur qilib, hammamiz mana shu maqsadni shaxsiy maqsadimiz deb qabul qilsak agar, shundan keyin bizlar bir narsaga erishimiz mumkin. Bizlarning o'zimizning aqlimiz bor, nimaga erishish, qanday jamiyatni qurish, qanday davlatni qurish va ertangi kunimizni faqat o'zimiz qurib olamiz desak agar, men o'ylaymanki, mana shu o'sadigan avlod shunga rozi bo'ladi. Nima deganda bizlarning yo'limiz eng to'g'ri, eng haqiqatni, ko'p sinovlarni, dahshatli sinovlarni boshimizdan o'tganimizning xulosasi bu. Bizlar sinalgan xalqmiz. Turli qanday og'ir sinov, bo'ron, so'ronli kunlarni boshimizdan kechirgan xalqmiz. Shu nuqtai nazardan bizlarning xalqni yengib bo'ladimi o'zi? Mana shunday xalq bilan birga yashash, mana shunday xalqni aytaylik a'zosi bo'lish o'zi katta baxt emasmi? Barchangizga buyursin, barchangiz qanday ezgu niyatlaringiz bo'lsa, qandaydir noyob bir harakatlaringiz bo'lsa, bitta mana sizlarga tilagim, sizlarning eng ezgu niyatlaringiz ushalsin. Sog' bo'linglar.